25 misol. Aha. Balajonlar 25 misolni ishlash uchun chetdan ana topib olamiz. Ana topadigan bo'lsak, o'tgan darsiga muvofiq 5 ta 1/2 darajasi. 5 ta darajasida 1/2 bo'ladi. A teng shunga teng. Endi mana uni o'rniga ana olib borib qo'yamiz. Oldin mana uni soddalashtirib olsak, shu narsani soddalashtirib olsak, a ni 4/3 bo'ladi. Buni olib borib qo'yamiz mana. Olib borib qo'yamiz. Logaritm 5 asosiga ko'ra a ni 4/3 darajasi, a ni o'rniga men 5 ni 6/5 qilsam bo'ladi. 12 ni beradi. Mana. Endi bu logaritm 5 asosiga ko'ra 5 ni 3 lar qisqarib ketib 2 8/5 darajasi bo'ladi. Endi ko'rinib turibdiki 8/5 oldinga tushsa 1/6 degan javob bo'lib qoladi. Xo'p, ani b orqali ifodalab olish uchun mana bu ifodaga qaraymiz, shuni shakl almashtirib olamiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra a teng bu tomoni 8 da 2 ni 3 qilsam 1/3 oldinga tushadi. Logaritm 2 asosiga ko'ra b bo'ladi. Endi mana uni oldidagi sonni b ni darajasiga nima qilsa bo'ladi? O'tkazsa bo'ladi. Shundan logaritm 2 asosiga ko'ra a teng logaritm 2 asosiga ko'ra b ning 1/3 darajasi bo'ladi. Endi shu narsa ikkala tomonda ham logaritm 2 turibdi. Tashlab o'raydigan bo'lsak, a teng b ni 1/3 darajasi bo'ladi. Xo'p. Endi shu a teng b ni 1/3 bo'lgani uchun chetga olib kelib qo'yaman. Olib kelib qo'ysam, logaritm b asosiga ko'ra b ning 1/3 bo'lingan b ning birinchisi bo'lib qoladi. Bu soddalashtirsam logaritm b asosiga ko'ra darajalar ayrilsa b ning -2/3 bo'ladi. Oldiga tutsa 2/3, bu yog'i mana bu qismi nima beradi? 1 deb beradi. 49-misol. Shu yerdan 2 ni topadigan bo'lsa, 2 teng 3 ta a-inchi darajasi bo'ladi. Ha? 3 ta a-inchi darajasi 7 teng 3 ta b-inchi darajasi bo'ladi. Ha? 56 degani nima degani? 8 kare 7 degani. Bu 7 turibdi. Mana undan 8 hosil qilish uchun ikkala tomonni ham daraja 3-darajaga ko'tarib olamiz. Bu tomon 8 bo'ladi. 3-darajaga ko'tarsa, bu 3a bo'ladi. Endi mana ikkalasini bir-biriga ko'paytirib olaman. 7 ga 8 ni ko'paytirsam 56. Keyin 3 ta b-inchisiga 3 ta a-inchisini ko'paytirsam darajalar qo'shilib ketib 3a plus b-inch darajasi bo'ladi. Mana. Endi shuni mana uni o'rniga olib kelib qo'yaman. Logaritm 3 asosiga ko'ra 56 ning o'rniga 3a plus b. Endi uni daraja oldiga tushami? Shu oldiga tushsa 3a plus b bo'lib qolar ekan. Hop. 59-misol. A orqali ifodalanibdi. Xo'p, ana asosiga qaraymiz. Ana asosi nima? 3 mi? 3 asosga ko'ra o'tkazib olamiz. Logaritmda qoidalar yozilganda bunday narsa bor. Logaritm a asosiga ko'ra b ifodani logaritm s asosiga ko'ra b taqsim logaritm s asosiga ko'ra a qilib olish mumkin. O'shandan mana ana asosi 3 bo'lganligi uchun 3 asosiga ko'ra o'tkazib olyapmiz mana shu ifodani.
uchastkasini o'tkazib olyapmiz. Natijada logarifm 3 asosga ko'ra 324 mahrajda logarifm 3 asosga ko'ra 96 bo'lib qoladi. Yana shakl almashtirsak 324 nimani kvadrati? 18 bo'lishi kerak. 18. 18. Ana 18. Yo'qsa 81 kara nechi degani? 4. Bunday qilsak ham bo'ladi. Logarifm 3 asosga ko'ra 81 qo'shilgan logarifm 3 asosga ko'ra 4. 96 deymiz. 6 kara 6. Logarifm 3 asosga ko'ra 3 qo'shilgan logarifm 3 asosga ko'ra 32. Endi yana shakl almashtirib olamiz. Mana logarifm 3 asosga ko'ra 81 nechiga teng? 3 ga, 4 ga. 4 ga teng. 4 plus logarifm 3 asosga ko'ra 2. 4 ni ikkisini baqa chiqarib yubordim. Mahrajda 1 plus 5 logarifm 3 asosga ko'ra 2. Mana bo'ldi. Endi shularni o'rniga 3 asosga ko'ra 2 ni o'rniga a'ni qo'yib qo'yaman. A'ni qo'yib qo'ysam, hosil mana shu ifoda bunday narsa bo'ladi. 4 plus 2a taqsim 1 plus 5a. Mana shunaqa bo'lib yechimi o'z nihoyasiga yetdi. Tushunarli? Savollar bo'lsa ayting. 76. Bu ham ishlangan ekan, 70 yo 69 emasmi? Ha, bilmadim. Xullas, shuni ishlashimiz kerak. Hurmatli o'quvchilar, buning uchun bunday qilamiz. Mana logarifm 6 ni bori 2 kara 3 qilsa bo'ladimi? Shu 1 qo'shilgan logarifm 2 asosga ko'ra 3 ni x deb ketsam, 1 qo'shilgan x bo'lib qoladi. Tushunarli? Endi 24 ni 8 kara 3 qilsam bo'ladimi? 8 degani 2 ni 3-chi bo'lib 3 qo'shilgan x bo'ladi. Tushunarli? Endi minus logarifm 2 asosga ko'ra 12 ni 4 kara 3 qilsam 4 dan 2 bo'lib 2 qo'shilgan x bo'ladi. Mana shuni nimasi? Kvadrat. Shuni soddalashtirib qo'yamiz bu. Birinchi qavsni ochib tashlasam x kvadrat plus 4x plus 3 bo'ladi. Keyingi ifodani chiqarsam minus 4 minus 4x plus minus x kvadrat. Mana ular qisqaradi, bular ham qisqaradi. Mana ular qisqarib ketib minus 1 degan natija chiqar ekan. Shunday qilib 70-misoldan keyin 76-misol. Nima qilaylik? Mana uni a deb belgilaylik. A qo'shilgan bu 1 taqsim a bo'ladi, qo'shilgan 2 bo'ladi. Va bu a minus LG5. LG5 ni shakl almashtirib olamiz. LG5 degani 1 taqsim 5 bilan almashtiramiz. logarifm var ekan bo'lsin. Logarifm 5 asosga ko'ra 10. 5 asosga ko'ra 10. Endi 1 plus logarifm 5 asosga ko'ra nechi? 2 bo'ladimi? Bu a emas endi. 1 taqsim a bo'ladi. To'g'rimi? Yana shakl almashtiramiz. 1 plus 1 taqsim a, umumiy mahraj beramiz. A taqsim a plus 1.
Demak, uni o'rniga a taqsim a plus b ni qo'yib ketsak bo'lar ekan. Bu a minus a taqsim a plus 1 bo'ldi. Qavs yopamiz. Yana 1 taqsim a. Keyin minus a. Mana shu ifoda 7-sinf darsligiga qaytib qoldi. Shu bo'yicha ishlaymiz. Mana bu yerdan ishlaydigan bo'lsam, mahraj beraman birinchi qavsga. A kvadrat plus 3a plus 1. Jarayım. Nima bo'ladiki? A kvadrat plus 2a plus 1. Hop. Qani? A qo'shilgan a kvadrat plus 2a plus 1 taqsim a. Osh. Ikkinchi. Keyin A kvadrat taqsim a plus ko'paytirilgan a kvadrat Taqsim a plus 1. nimaga? a bilan Nima qilasiz? Barchasi sarf Ha, a kvadrat taqsim a plus 1. a plus 1. Keyin ko'paytirilgan 1 taqsim a ayrilgan a. A kvadrat yo'q. Bular qisqarib ketib, bular ham qisqarib ketib, a plus 1 minus a bo'lib turib, teng 1 degan natija chiqyaptimi? A kvadrat plus 2a plus 1 da yana bitta nima qolib ketmaydimi? O'shani yozga. Mana a plus 1 qoldi. O'sha mana a plus 1, mana a. Anaxsari 1 bo'ladi. Ana qisqarib 1 chiqdi. Alo. Hop. Keyingisi necha? Shunaqa gaplar. Ha, videoni yozib oldim, ha?